Nomingizdagi har bitta raqam uchun 3,5 million so'mdan pul to'laysiz. Bu degan saqlab qo'yganingiz uchun 3,5 million so'm. Endi taqaman desangiz 3,5 million so'm pulni to'lab olasiz. Shunda to'lab olasiz. Mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Birodarlar, yaxshilab eshitinglar. Raqam pirkitka bo'yicha bu ma'lumot ko'pchilikka menimcha manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Akalar, yaxshilab eshitinglar. Xullas, 2025-yil 1-noyabrdan boshlab Vazirlar Mahkamasi qarori bor. O'sha qaror bo'yicha qisqacha sizlarga tushuntirib o'taman. Lexusdan kirib o'qib olsangizlar ham bo'ladi, chem o'zingizga uveren bo'lishingiz uchun. Qaranglar, avtomat transport vositalari qayta davlat ro'yxatidan o'tkazish, ya'ni barcha turdagi davlat raqam belgilari yagona oshirilgan to'lovning 50%, tasavvur qiling, yagona oshirilgan to'lovning 50% miqdorida to'lov evaziga uning egasining nomida qoldirish, uning egasining nomida, deylik, raqamni egasining nomida qoldirish. Diqqat bilan eshiting, yoki qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda boshqa shaxsning nomiga o'tkazish mumkin. Lexusdan o'qib ko'rsangizlar bo'ladi, o'zingizda uvereniz bo'lish uchun. Undan tashqari o'zingiz yaqin atrofdagi GAI xodimlari bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham to'lov ma'lumot olsangizlar bo'ladi. 1-noyabrdan deb ko'rsatilgan qarorda deylik 50% miqdorda to'lov. Hozirgi kunda bu raqam summasi 7 million 4 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, o'shani 50% miqdorida hisoblanadi. Deylik, nomingizda nomer turgan bo'lsa, o'shani taqishingiz uchun ham 3,5 million so'mga yaqin pul to'laysiz. Yoki o'zingizga taqmin turibdi, kimgadir o'tirmoqchi bo'lsangiz, baribir o'sha 3,5 million so'm pulni to'laysiz. Aka-ukalarimiz, ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yamiz. Kommentariyada o'zingizning fikringizni qoldiring. Pochkalab raqam olib qo'ygan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni shunday jo'natib qo'yinglar. Pochkalab olib qo'ygani bilan pochkalab pul to'lab olishlari mumkin.